Apa, qandaysız? Men qizim qanday? Qanday kela qo'ying? Yaxshimi? Geç ayt. Qanday o'qishim yaxshimi? O, yaxshi. Men bir jamim bor. Ayt, necha? Sen o'tiradi. Qizim, ne oldu? Apa, siz mening xayolimni bo'lishim keladi. Aytchi. Apa, yili o'quvni bitirdim. Men o'zimni kesibimni tanladim. Qaysi kesibdin? Apa, men o't o'chirgich bo'lgim keladi. O't o'chirgich. Men seni Ayshdan bolasini meklash qo'ydim bile. Sen ko'ra bolasini o'qitamiz. Apa, nega? O'chirgich bo'lgan sababi hozir ko'p uylar o'rtanib yotadi. Men ularga qutqarib, yordam bergim keladi. Bu mening millatim. Seni qizib qo'ydi. Sen qizsın. Sen başka öyle gidesin. Sen bizge ne gereğin var? Sen hakkında göre it hakkında yaxşı. Kız, sen elin kızına gep altırmay, içpegende iç gizip, giybegende giyizmedin mi? Sen metkeni anlat. Apa, men qo'rqum. Men seni yaxşı olsun deb aytam. Sen bala vaqt uy bilan o'tkani o'ylash yaxshi emasmi?